Ko'pchilik onkologik bemorlar hosil bo'lgan birlamchi o'smadan emas, uning tarqalishidan vafot etadilar. Ikkilamchi o'sma birlamchi o'smaning shakllangan hujayralarining ajralishidan kelib chiqadi. O'sma metastazi, ya'ni uning tarqalishi murakkab jarayon bo'lib, uning tarkibida faqat rak hujayralari emas, sog'lom immun va boshqa to'qima hujayralari ham bo'ladi. Mavjud nazariyaga ko'ra, birlamchi rak o'smalari molekulyar signal sistemalari yordamida sog'lom to'qimalarni mos ravishda qamrab olishga tayyorlanadi va bungacha birinchi o'sma hujayralari qon oqimi bo'ylab tegishli o'rniga yetib keladi. Ikkilamchi o'sma egzosomaga ajraladi. Pufaklar lipid qobiq bilan o'ralgan, hajmi 50 dan 100 nanometrgacha. Egzosoma o'zida oqsil va RNKlar saqlaydi. O'simtalarning turiga qarab turli moddalar chiqarilishi mumkin. Shunday ko'rinishda har xil molekulyar dasturlar otilib chiqib, metastazdan oldingi premetastaz jarayonini chaqiradi. Bu vaqtda o'smaning bir qancha hujayralari o'zini shaklini o'zgartirib to'qimalarga kirib oladi. Bu jarayon invaziya deyiladi. Va bu vaqtda rak hujayralari bir qancha o'zgarishlarga uchraydi. Hammasi sitoskeletni hosil bo'lishidan boshlanadi. Hujayra shaklini o'zgartiradi va unda o'ziga xos yo'nalish paydo bo'ladi. Shundan so'ng hujayra membranasida maxsus retseptorlar paydo bo'ladi. Keyinroq membrana proteazasi ishga tushadi. Keyingi hujayralar uchun joy hozirlaydi. Va hujayra ichida miyozin 2 oqsili faollashadi. Bu esa hujayrani harakatlanishini ta'minlaydi. Miyozin hujayra orqa qismi atrofidan ajralib, hujayraning oldingi uchiga tortiladi. Hujayra o'smani tark etadi, qon oqimi bo'ylab yo'lga tushadi. Anchadan beri bu protsess tasodifan yoki ma'lum yo'nalish bilan harakatlanishi noaniq, lekin muvaffaqiyatli tarqalishi uchun hujayra qon yo'nalishiga tushib olishi kerak. Maxsus molekulyar mexanizmlar faoliyatisiz bu hujayralar noqulay fizik sharoitlar va immun hujayralar hujumiga duchor bo'lar edi. Masalan, yetarli kattalikdagi rak hujayrasi tomirga tiqilib qolganda yallig'lanish reaksiyasi kelib chiqishi mumkin. Bunday holatda apoptoz hujayrani nobud qilish mexanizmi ishga tushib, rak hujayrasini tarqalishini oldini olgan bo'lar edi. O'sma hujayralari qon oqimiga tushishi uchun koagulятsion kaskad faollashadi, o'ziga trombositlardan himoya qobig'ini shakllantiradi. Rak bilan og'rigan bemorlarning 90% dan ko'prog'ida qon ivishida o'zgarishlar uchraydi. Bu laboratoriya analizida aniqlanadi. Koagulyatsiyani hujayra yuzida ifodalanishini qo'zg'atadigan molekulaga qonning ivish faktori va membrana fosfolipid fosfodilserinlari kiradi. Shulardan oxirgisi trombositlarni yaxshi yopishishini ta'minlasa, ivish faktori trombositlarni faollashtiradi va koagulyatsion kaskadni otilib chiqishini ta'minlaydi. Natijada rak hujayrasi trombosit himoya qobig'i bilan qoplanadi. Tarqalayotgan hujayrani himoya qobig'i bilan qoplanishi rak terapiyasini, bemor sog'ayish imkonini yomonlashtiradi. 20 dan 30% onkobemorlar bevosita trombozdan vafot etadi. Rak o'smasini eksperimental modelida birlangan qonning ivish faktori rak hujayrasini tarqalishini kamaytiradi va balki metastazga qarshi kurashda yordam berar. Qon oqimida rak hujayralari tomir devoriga kirib boradigan leykotsit kabi chiqib ketadi. Metastazlangan hujayraning to'planishi to'liq o'smani hosil qilmaydi va vaqtincha qon tomir bo'ylab o'sadi. Buning uchun hujayralar qon tomir hujayralari o'sishini ta'minlovchi A faktorini ishlab chiqaradi va endoteliy hujayralarning izdoshlarini shakllantiradi. Qon tomirlar o'smalar ta'siri oldidan ba'zan noto'g'ri aloqada bo'ladi. Ikki uchi ber kapillyarlar uchrashadi va qon sirkulyatsiyasi buziladi. Oziq va kislorod tanqisligi yuzaga keladi. Ular stressni keltirib chiqaradi va keyingi metastazga yordam beradi. Metastazni odatiy jarayoni tajovuzkor bo'ladi va yuqori taxminda qisqa vaqt ichida bemor o'limi bilan yakunlanadi. Lekin ba'zida organizm muvozanatni saqlovchi choralarni ko'radi. To'g'ri, rak hujayrasini o'ldirib yubora olmaydi, lekin uning ko'payib zarar berishiga ham yo'l qo'ymaydi. Bu ba'zi vaqtlarda kuzatiladi.